Assalomu alaykum aziz YouTube kuzatuvchilar. Mana bugun biz anchadan beri ot anjomlar to'g'risida video chiqarmagan edik. Samarqand shahardan mana shu zakasimiz tayyor bo'ldi. Mana xudo xolasa sezonga tayyorgarlik ko'p chavandozlar hozirdan sezonni boshida mana otni ko'krak fartuklarni zakaz qilishyapti. Kimda mana shunday ko'krak fartuklar kerak bo'lsa, otni laqabini yozib, chiroyli qilib tayyorlab beramiz. Bizning manzil Samarqand shaharda joylashgan, eski aroq zavod chorrahasiga yaqin. Lokatsiyamiz Google kartaga kirib, Sayfullo ot anjomlari deb yozsangiz, bizning manzil lokatsiya chiqadi. Ekranda lokatsiyamizni ham yozib qo'yamiz. Qanday yozsangiz, lokatsiya chiqishini ekranda yozib qo'yamiz. Ekranda ko'rinib turgan telefon raqamlariga ijtimoiy tarmoq bor. Telegram, WhatsApp bor. Hozir ekranda Sayfullo ot anjomlari deb lokatsiyamizni qanday yozilganini ham yozib qo'yamiz. Shunaqa yozsangiz bizning manzil chiqadi. Qidirib sarson bo'lib yurmaysiz. Aziz do'stlar, ko'rib turganingizdek mana shunday chiroyli, sifatli ko'krak fartuklarni tayyorlab beramiz. Qora rangi, qizil rangi, mana shu yozuvlarni, laqablarni o'rniga xohlagan emblemani, otni kallasini, yulduzcha har xil emblemalar yozib berganmiz. Bizni obunachilarimiz biladilar. Ko'rganlar, kelib olib ketganlar, ko'pchilik bizni YouTube orqali ko'rib turishibdi. Mana shu ko'krak fartugimiz katta kichik razmerlari ham bor. Bizdan ko'pchilik so'raydi, meni otim sal ixchamgina, toy deyishadi. Shuning uchun toyga kichkina razmerlarini ham tayyorlab beramiz. Aziz do'stlar, videomiz yoqqan bo'lsa, bu videoni yaqin do'stlaringizga yuboring. Kommentariyada o'zingizni fikringizni yozib qoldiring. Yana boshqa ot anjomlarni mana sezon boshida o'zi anchadan beri ot anjomlar videosini chiqarmagandik. Mana shunday chiroyli ot anjomlarni tayyorlab chiqaramiz. Videoni yaqin do'stlaringizga yuboring. Bizni mehnatimizni qadrlaysizlar degan umiddamiz. Mana ko'krak fartukni ko'rib baho beringlar. Juda mustahkam, sifatli, qalinligi ham juda qalin ko'krak fartuk. Xohlagan rangda bor. Qizil, ko'k, qora, korishneviy ranglarda tayyorlab beramiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bizni kuzatishda davom eting.